Yaratgan insonga yashash baxtini inom etarkan, unga tanlash imkoniyatini beradi. Aql shuurimiz, quvvai hofizamiz, ya'ni idrokimizga qarab taqdir chiziqlarini o'zimiz chizarkanmiz. Sabrimiz, irodamiz, hayot sinovlarini qanday qabul qilishimizga qarab umrimiz yo nurga, yorug'likka to'la bo'lar ekan, yoki g'urbatga. Lekin har qanday sinovlarda, hayot imtihonlarida oilamizga, ota-onamizga, umr yo'ldoshimizga, jigarlarimizga, keyinroq farzandlarimizga suyanishimiz ham rost. Farzandlarimiz keksalik chog'imizda bizga mehr berishi, ardoqlashi uchun esa ularga go'dakligidan mehr berishimiz, ota-onalik vazifasini to'kis ado etishimiz bu ayni haqiqat deya ta'kidlandi Qo'shtepa tumanida bo'lib o'tgan tadbirda. Ushbu anjumanda jamiyat oldidagi muammolardan biriga aylanib borayotgan oilaviy ajrimlarning oldini olish, farzandlar tarbiyasi, oilalar mustahkamligida mahalla, keng jamoatchilik vakillarining hamkorligi xususida atroflicha so'z ketdi. Qayd etilganidek, yoshlarni oilaga tayyorlash, hayot sinovlariga bardoshli, mustaqil fikrli qilib tarbiyalash har qachongidanda bugun dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Oila, mana bosh qomusimizda ham ko'rsatib qo'yilgan jamiyatning bosh bo'g'ini va u davlat va jamiyat himoyasida. Bugun bizni Oila va xotin-qizlar qo'mitasi va uni shahar tumandagi bo'limlarning asosiy vazifasi ham oilalarning butligini saqlash, nizolarning oldini olish, yoshlarni hayotga tayyorlash va mana shu borada Qo'shtepa tumanida o'ziga yarasha bir tajriba yaratildi. Mana shu tajriba asosida hamkor tashkilotlar bilan muntazam ravishda, tizimli ravishda ishlar olib borilyapti. Yil boshidan mana 10 oy davomida tumanda 1115 nafar oila qurilgan bo'lsa, hozirgi kunga 60 mingga yaqin oila mavjud Qo'shtepa tumanida. Ming afsuski 154 ta oilani ajrim bo'lishiga yo'l qo'yildi. Bu ajrimlarni oldini olish uchun mahalladagi tuman oilaviy qadriyatlar mustahkamlash komissiya a'zolari ishladi. Lekin shunday sabablar borki, biz ularni oldini ola olmaymiz. Eng asosiy sabab bizni hozir og'riq joyimiz bu shu noqonuniy nikoh asosida yashayotgan oilalar sonining ko'payib ketayotgani. Aynan mana shunga qarshi kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Oilaviy ajrim bu milliy qadriyatlarimizga putur yetkazibgina qolmay, davlat va jamiyat oldida ham bir talay muammolarni ko'ndalang qilyapti. Ko'pincha yosh oila mas'uliyati haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmagan kelin va kuyov o'rtasiga uchinchi shaxsning aralashuvi, ota-ona, qaynona va qaynotaning noo'rin talablari ham, qudalar o'rtasidagi mayda gaplar tufayli ham nikohlar barbod bo'lyapti. Men hozirgi kunda shu ajrimni oldini olish bo'yicha uchinchi shaxs aralashuvi ko'proq bo'lyapti deb o'ylayman. Oilada qayna-qaynotani yoshlarni tushunishi, yoshlar qayna-qaynotani o'z vaqtida hurmat qilishi, eri xotinni bir-birini tushunib yashashi bu ajrimlarni oldini olish bo'yicha ishlar tashkil qilish kerak deb o'ylayman. Mahallada nuroniylarimiz, otinoylarimiz, imom domlalarimiz birgalikda shu oilalarni ko'proq muhokama qilyapmiz. Lekin hozirgi kunda shu uchinchi shaxs aralashuvi bilan oilalarimiz ko'proq buzilib ketayotganini ko'rib turibmiz. Shuning uchun bundan buyon bugungi yig'ilishdan xulosa chiqargan holda mahallada yanada ishlarni tashkillash, yanada kuchaytirish, ayniqsa jamoatchilik orasida o'sha fuqaroga oilasini muhokama qilish, uni albatta shaxsiyatiga tegmagan holatda muhokamalar qilib, iloji boricha oilalarni saqlab qolishni reja qildim o'zimga. Xudo xolasa 2026-yilda men Katta Beshkapa mahalla fuqarolari yig'inida ajrim qilmaslikka albatta va'da beraman. Tadbir davomida mahalla yettiligi va faollar, nuroniylar hamkorligida oilalar mustahkamligini ta'minlash yo'lidagi chora-tadbirlarni kuchaytirish, bu borada oila maktabi faoliyatini jonlantirish, ibratli oilalar tajribasidan foydalanish zarurligi aytib o'tildi. Jamiyat barqarorligi, osoyishtaligi oilalardagi farovonlik va tinchlikka bog'liq ekan, bu masala aslo kun tartibidan tushmaydi. Binobarin baxtli oila bu jamiyat taraqqiyotidagi asosiy poydevordir.